Payg'ambar alayhissalomning huzurlariga yordam so'rab kelsa bir erkak kishi. Ko'ringlar Rasulullohning, sahobalarning hayotini. Rasululloh hammasiga aytardilar. Baytul molda ihson bor, kambag'allarga ajratiladigan ko'mak bor, lekin sen haqli emassan derdilar. Sen mehnatga layoqatlisan derdilar. Gardanida qarzi bor, qiyinchiligi bor gardanida, lekin uni mehnatga yo'llardilar. Arqon olib beringlar, bolta olib beringlar, ish quroli olib beringlar deb turib mehnatga yo'llardilar. Barvasda bir yigit. Bankdan qarz oldim, uyimni remont qildim, endi menga yordam bering. Bu qanday gap? Bu aqlga to'g'ri keladimi bu gap? Shuning uchun azizlar, Alloh taolo bu dunyodagi eng go'zal bizni fazilatimizni, omonatimizni ko'tarmasin.